Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. Bugungi mehmonimiz Honor X6C degan telefon Google akkauntga tushgan. Mana bu yerda IPS ulangan Medusa Pro. Mana bu yerda qanday ulanishi, data, click, data null, ayli massa shu uchtasi bo'ladi. Va e'tibor qilasizlar, Medusa Pro ochiq. Demak, bu yerda Medusa Prodan connectni bosamiz. Mana o'sha connectni bosgandan o'sha mana infolar olishni boshladi. Qayerda suvli joy bor? Mana haqida degan joyda qani olarmikan? Boshqa yerdan read Android infoda yo'q, Android info olmadi. Bu yerda mana patentlar bor. Patentlarning ichida mana o'sha FRP degan bo'lim bor. Mana ko'k qilib qo'ydim. Ana o'sha Google akkauntni saqlab turadigan yachaka hisoblanadi. Mana shu sektorimiz. Bu Huawei'larda bo'ladi asosiy. Endi asosiy o'zi hajmini ham olsangiz, mana hajmi ham o'zi bu yerda hajm ko'rsatyapti. Arzimas mana 1024 kilobayt 1 megabayt o'sha ma'lumot ishlab turadi. Demak, Medusa Pro ga kirib, demak, Factory Repair bo'limiga o'tib, Rest Options degan joyga o'tsak, mana bu yerda mana FRP Rest degan joyi bor. Mana bu yerda manaki demak Rest FRP data hammasi bo'ldi. Mana bu holatimiz mana bu yoqdan USB ni uladik. 1.2 bilan, ya'ni VQQ deydi, VSS deydi. 208 bilan 208 volt bilan 1.8 volt deydi. Bular o'sha mana bu yerda bu RAM, mana bunisi mana bu demak mana bu RAM, bu ROM, bu CPU, buni mana bu operativka bilan bog'lanishi, bu bilan bu operativka bog'lanib protsessor bilan ma'lumot almashadi. Shuning uchun biz ulab olganmiz. Mana chapda turibdi tarafi. Manaki mana bu yerda aniqroq qilish uchun yanada mana SanDisk ekan, xotirasi 256 talik. AirPod zonalari hamma narsasi. Manaki yana bir marta xohlasanglar mana yana Optionsga o'tib bosib FRP Rest qilamiz. Mana doni bo'ldi. Rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar. Endi xonamiz sal betartibligi uchun sal kameramiz soddaroq bo'lsa ham qabul qilasizlar. Mana o'sha telefonimizning akkauntini yechib solsa, ekrani ham ketgan. Ekranni almashtirib, akkaunt yechib mana boshlaymiz. Demak, tilimiz rus tili. Продолжить. Yana продолжить. Продолжить. Пропустить. Wi-Fi ham ulangan. Ko'ramiz. Mana biza kutgan propustit chiqdi o'rtoqlar. Mana propustit. Shu net qabul qilindi. Davom etkazish. O'rtoqlar, demak,
Yo'q, bizda akkauntimiz yo'q. O'tkazib yuboramiz. Demak, bitdan. Demak, yo'q. Позже qilib еще yo'q. Net account. Net sozdат. Okey. Позже shart emas u. Mana shu. Keyinroq. Bizga Honor taklif qilgan narsalari kerak emas. Yo'q, bizga kerak emas. Tali. Ha, endi kimdir bunaqa bizga nuqtaligi ma'qul. Gap isbot bilan bo'lgan ma'qul. Manaki o'sha sizga kirgan o'sha telefon xotirasini ko'rsatib qo'ying. Xotirasini ko'rsatib qo'ysak, u boshqa, bu boshqa deganlar ham bo'lishi mumkin-da. Demak, bular MediaTek protsessor bo'ladi. MediaTek protsessorga, demak, ICP ulashda GNUT, ya'ni o'sha biz aytgan minus data 0 SMD deydi. KMD o'sha komanda berish flash xotira bilan, ya'ni o'sha Medusa Pro'ni bog'laydigan anosi komanda beradi. Data 0 dan ma'lumotlarni qabul qiladi. Klikdan soat shaklida o'sha uyg'otiladigan chastota chiqadi. Manaki o'rtoqlar 256 mana o'sha aytganimiz telefonimiz ekran ustiga yozib qo'yilgan. Manaki обновление, demak, уровень защиты Android. Androidimiz 15-versiya, Magic OS degani 9.0, защита 2026 1-fevral. Mana o'sha модемный прошивка связь Molly degani bu MediaTek protsessorlar uchun chiqib keladi bu gap. Sog' bo'linglar. Yoqsa agar ishimiz sog' bo'linglar.